Refar kuzatuvchilari, bizning navbatdagi manzilimiz Zakanalda 27-maktab yaqinida joylashgan 5 qavatli uylarni 4-qavatda 2 xonali uyni ko'rishga kelganmiz. Sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu birinchi xonasi, ko'rib turganingizdek holatda aboylar qilingan, faqat sveji emas, o'zingizni didingizga moslab bir qator remont qilsangiz ham bo'ladi. Batareyalar o'rnatilgan, uyda isitish tizimi mavjud. Navbatdagi xonasi, ikkinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Romlari taxta, bu yerda ham isitish tizimi mavjud, batareya o'rnatilgan. Bu yerda 3 metrlik balkonga chiqish joyi bor. Oshxonani ko'chirib 3 xona qilish imkoniyati ham mavjud, balkon o'ralgan. Bu tomon oshxona qismi ko'rishingiz mumkin. Batareyalar bu yerga ham ilingan. Bu tomonimiz uyga kirish qismi va bu yerda umumiy sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, oyoqdagi devorlar kafelar urilgan. Alohida titan ham o'rnatilgan. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. 5 qavatli uylarni 4-qavatda 2 xonali 21 ming dollarga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.